Video titel Qalbning hukmi, bir mahkumning so'nggi iltimosi, haqiqiy hayot hikoyasi. 19 yoshli mahkum Rajesh o'lim jazosidan oldin g'aroyib bir iltimos qiladi. Bir kechalik nikoh. Bu iltimos butun shaharni larzaga soladi. Ammo bu hikoya faqatgina bir iltimosdan iborat emas. Bu mardlik, adolat va fidoilik haqida. Inspektor Sanali guvohi bo'lgan bu voqea sizni chuqur o'ylantirib qo'yadi. Ushbu video orqali siz haqiqiy sevgi va jasoratning chegaralarini ko'rasiz. Kadrda qamoqxonaning qorong'i va og'ir koridorlari. Yuzi qattiq, ko'zlari chuqur ayol inspektor Sanali derazadan tashqariga qarab turibdi. Mening ismim Sanali. 40 yoshli ayol inspektor. Mening hayotim sudlar, politsiya bo'limlari va mana shu qamoqxona devorlari orasida o'tdi. Sanali qo'lida bir papkani varaqlaydi. Papkada 870 raqamli mahkum Rajeshning surati. Men ko'plab yuzlarni ko'rdim. Ba'zilari yumshoq, ba'zilar toshdek qattiq. Rajesh esa u meni g'alati bir ikkilanish ichida qoldirdi. U oddiy jinoyatchiga o'xshamasdi. Ko'zlarida chuqur qayg'u, yuzida esa sirli bir xotirjamlik bor edi. U endi 19 yoshda edi. Sanali qamoqxona hovlisida ketayotgan yosh mahkum Rajeshga qarab turibdi. Rajeshning yuzida qo'rquv emas, balki o'ychanlik bor. Yuragim titrardi. Bu bola dunyoni endi ko'rgan edi, ammo uni bu dunyodan erta jo'natish kerak edi. U juda kam gapirardi. Go'yo so'zlar o'tib ketar, ammo hech qanday ish qilmasdi. Sanali va bir necha ofitser SP xonasida. SP Rajeshga qarab gapiryapti. Rajesh xotirjam. Mening bir iltimosim bor. SP qattiq ohangda. Ayting qani, biror narsa yemoqchimisiz? Kim bilandir uchrashmoqchimisiz? Yo'q. Men hayotimda birinchi va oxirgi marta uylanmoqchiman. O'z xotinim bilan bir kecha o'tkazmoqchiman. O'silishdan oldin. Xonadagi hamma hayratda. Sanalining yuzida shok ifodasi. SP qattiq jahl bilan o'rnidan turadi. Bola, biz seni uylantirishimiz mumkin, lekin o'ylab ko'r. Qaysi qiz 2 kundan keyin osiladigan bir odamga turmushga chiqadi? Hech kim rozi bo'lmaydi. Rajesh xotirjam. Siz tashvishlanmang janob. Mening to'yim o'z-o'zidan bo'ladi. Siz faqat masjidda e'lon qildiring. Mahkum Rajesh Kumar o'limidan oldin bir kechalik nikoh qurmoqchi. Kim o'z ixtiyori bilan uning xotini bo'lishni xohlasa kelsin. SP va Sanali bir-biriga qarashadi. E'lon qilinadi. Shahar bo'ylab bu xabar tarqaladi. Hammasi bunga ishonmaydi. Ovoz. Biz hech kim kelmasligiga amin edik. Rajesh kambag'al oiladan edi. Na boylik, na ta'sir. Ammo e'lon qilinganidan 1 soat o'tmay bir askar yugurib keladi. Qamoqxona darvozasida 17-18 yoshlaridagi bir qiz kelinlik libosida turibdi. Uning yonida bir oqsoqol pandit, ota, qo'lida hujjatlar bilan turibdi. Sanali va SP hayratda. Bu nima panditchi? Bu qiz kim? Pandit. Janob, bu qiz o'zi mening oldimga keldi. U Rajesh Kumar bilan turmush qurmoqchi ekanligini aytdi. Men qancha tushuntirdim. Qizim u o'lim mahkumi dedim. U, bu mening qarorim, men uni chin dildan sevaman dedi. Sanali va SP qaraydi. Qizning yuzida qat'iyat va g'alati bir xotirjamlik. Nikoh qamoqxona ofisida oddiygina o'tkaziladi. Rajesh va qiz bir-biriga qarab turishibdi. Ovoz. Men bu qizning ismi Priti ekanligini bilib oldim. Uning yuzida na qo'rquv, na pushaymonlik bor edi. Nikohdan so'ng Rajesh o'z kamerasiga olib ketilishni so'radi. Kechasi kamera eshigi yopiq. Sanali kameradan chiqib ofisiga qaytadi. Biroz vaqt o'tadi. To'satdan butun qamoqxona chinqiriqdan larzaga keladi. Sanali yugurib kameraga boradi. Sanali qattiq hayajon bilan eshikni oching. Eshik ochiladi. Ichkarida kelinlik libosidagi Priti nafas olishda qiynalayotgan qaltirab turibdi. U yerda Rajesh yo'q. Sanali hayratda. Priti qaltirab. Meni bu yerdan olib chiqing. Men qolmayman. Sanali qattiq. Nima bo'ldi? Sen o'z ixtiyoring bilan kelding. Qo'rqib qoldingmi? Men u yerda. Rajesh qayerda? Priti hech narsa demay yugurib chiqib ketadi. Sanali xonaga kiradi. Kamerada faqat Rajeshning kiyimlari va yerga yiqilgan erkaklar kiyimidagi bir odam yotibdi. Sanali unga yaqinlashadi. Bu Priti. Ertalab SP jahl bilan Sanalining ofisiga kiradi. Qishqirib. Inspektor Sanali, tez borib qarang, Rajesh qayerda? Sanali yugurib kameraga boradi. Ichkarida erkak kiyimida, holsiz holda yotgan odam. Bu Priti edi. Ammo u hushiga keladi. Uning yuzida Rajeshning yuzidagi kabi g'alati bir xotirjamlik bor.
Sanali va SB so'roq qilishadi. Sanali juda g'azablangan. U sening akangmi? Bu nima fitna edi? Rajesh qochib ketdi. Priti xotirjam. Siz xato qilyapsiz. U qochmadi. U qaytib keladi. Qanday ishonch bilan aytyapsiz? Agar mening butun hikoyamni tinglasangiz, haqiqiy jinoyatchi kim ekanligini tushunasiz. Rajesh nima qilganini va nima uchun qilganini. Priti hikoya qilishni boshlaydi. Kadrda uning ko'z yoshlari. Rajesh mening amakivojam edi. U kichkinaligimizdan juda jasur va qat'iyatli bo'laydi. U mening katta opamga unashtirilgan edi. Bir kuni kechasi dadam uyda yo'q edi. Uyimizga bir guruh bezoralar keldi. Ular bizni qo'rqitishardi. Kadrda Priti hikoya qilayotgan voqealar aks etadi. Bezoralar uyni o'rab olishadi. Rajesh ular bilan to'qnash keladi. Bir kuni ular uyga bostirib irishadi. Rajesh ular bilan jang qiladi. Birodarini himoya qiladi. Jangda bezoralardan biri yaralanadi. Bu qotillik emas edi. Bu bizning nomusimizni himoya qilish uchun edi. Ammo haqiqiy jinoyatchilar o'sha bezoralar edi. Jazo esa Rajeshga berildi. Chunki biz kambag'al edik. Hech kim bizni tinglamadi. Priti hikoyasini davom ettiradi. Ko'z yoshlari oqmoqda. Rajeshning onasi menga keldi. U aytdi: "Men o'g'limni o'sirishdan saqlab qolaman. Sen esa uning xotini bo'l." Bu fitna orqali u qochib ketadi. U Bombayga bir katta advokatning oldiga boradi. O'sha advokat Rajesh tufayli bir paytlar o'limdan qutulgan edi. U unga yordam beradi. Men rozi bo'ldim, chunki Rajesh adolatsizlik qurboni edi. Sanali tinglayapti. Uning yuzidagi qattiqlik yo'qola boshlaydi. Priti hikoyasini tugatadi. Priti qochmadi. U o'z haqqini isbotlash uchun ketdi. Advokat unga yordam berdi. Bir necha kundan so'ng sudda ish ko'rildi. Rajeshning begunohligi isbotlandi. U ozodlikka chiqdi. Biz esa endi birgamiz. Kadrda yana Sanali. U derazadan qarayotgan. Yorqin kun chiqishi. Uning yuzida bir tabassum. Ovoz. O'shanda men tushundim. Ba'zi hikoyalar vaqt bilan o'chmaydi. Ular qalbimizning bir burchagida abadiy tirik qoladi. Rajesh qo'rqoq emas, jasur edi. Priti esa sevgisi va fidoyiligi bilan bizning qo'pol qoidalarimizni buzdi. Adolat ba'zan kechikadi, lekin u hech qachon butunlay o'lmaydi. Kadrda Rajesh va Priti birga, quyosh botishida, qo'l ushlashib ketayotgani. Ikkisining yuzida baxt, ekranda yozuv. Ba'zan eng katta jasorat sevgi va adolat uchun kurashda namoyon bo'ladi. Sanali yana derazadan qarab turibdi, lekin endi uning yuzida og'irlik emas, balki ma'naviy yengillik bor. Ovoz. Ushbu hikoya sizga ham yoqdi degan umiddaman. Agar siz ham haqiqiy sevgi va jasorat haqidagi hikoyalarni yoqtirsangiz, videoni like qiling, do'stlaringiz bilan ulashing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.